haligi yurgan o'g'illar, yedirib, ichirib, uydirgan o'g'illaringiz qiyomat kuni aytar ekan: "Ey ota, yedirding, ichirding, kiydirding, uylading, joylading, alohida uchastkalar qilib berding, zo'r o'qishlarga olib kirding, kamini to'lading, qiymatini berding, obro' mansab otiga mindirding-ku, nimaga menga Rasulullohdek zotni tanitib qo'ymading? Menga shunaqa imkoniyat Xudo berdiki, seni gunohingni kechaman, bir shartim bor, shu turgan payg'ambarlarning ichida o'zingni payg'ambaringni tanib olsang, gunohingdan kechaman deb shart qo'yuvdi. Men shu shartni bajara olmadim, payg'ambarimni tanimadim. Men hayotimda Taysinni bilibman, o Rinaldosini bilibman, Zidaynini bilibman, o Osmonovasini tanibman, yana kazolarni bilibman-u, nimaga menga Rasulullohni tanitmading, Qur'onni o'qitmading desa nima deysiz? Sulu, paride, feruzade qizlar o'shkini bo'yningizga osilsa, turmushga chiqarayotganda tovush jimpillarni kiygizib, qo'sh gilamlarni berib, bo'ynida, qo'lida sipochkalari bilan, sondiq gilamlari bilan chiqargan qizlaringiz o'shkini bo'yningizga osilar ekan. Hamma narsani qilib berib, 40 ta ko'ylak bilan, 30 ta ro'mol bilan, 5-6 ta jimpir bilan, parilon xalatlar, oyog'imda tapichkalarim bilan meni qo'sh qilib, bir kelin qilib, bir joyga berdi, shuncha qilib tarbiya qilding-ku. Ey ota, ey ona, nimaga menga hayoni o'rgatmadingiz? Nimaga o'zga erkakdan qochib, eriga sadoqatli bo'lib xizmatini qiladigan, Qur'onni o'qiydigan, dinni biladigan qilib meni tarbiyalamadingiz desa nima deb javob berasiz? O'ylab ko'ring, o'zingizga javob bera olmaydigan odam, xotin bola chaqaga qanday javob berasiz? Yana bu dunyoda gapingiz o'tmaganligidan senga gapirganimdan molga gapirganim afzal deysiz. To'g'ri, molingizdan foyda bor. Molingizni yemini, o'tini vaqtida berib tursangiz, 200 millik nonvosiz 3 oydan keyin 500 millik bo'ladi. Uni bolangizni shuncha baqib moldaqa qarasangiz, undan foyda yo'q. Uni mol afzal undan. Shuning uchun bolangiz gapingizni qabul qilmaydi. Ichma desam ichaveradi, chekma desam chekaveradi, namoz o'qi desam o'qimaydi. Bilganini qilib yuradi. Gapingiz o'tmaganligidan bitta nonvos olgansiz. Oldiga borib qorashvoy deb bu yog'ini silaysiz, olabuqa deb bu yog'ini silaysiz. O'tiga qaraysiz, suvga qaraysiz, yemga qaraysizki, jinga turib haligi sizga daromad keltiradi. Shu foyda. Lekin u mol qiyomatda davo qilmaydi. Meni otam sizni deysiz. Nimaga meni yemimni berib, hashagimni berib, suvimni bergansiz, Xudodan tanlagansiz demaydi u mol. O uyingizda baqib turgan, o'lim deb baqib turgan bo'zagiz o'sha moldan battarroq sizga davo qiladi. Ey ota deydi. Men kuyinib achinganligimiz sababiki, shunchalik mehnat qilib yedirmasdan yedirib, ichmasdan ichirib, kiymasdan kiydirib, butun umringizni bolangizga, o'g'lingizga, qizingizga sarf qilsangiz-u, bular sizni qilgan mehnatingizni sariq chaqaga olmasdan, sizga bo'ysunmasdan, Allohga itoat qilmasdan, Rasulullohga ergashmasdan yursa, ular kimlar? Qanaqa bolalar? Ular qiyomat kuni bola bo'ladimi, balo bo'ladimi? Balo bo'lib bo'yningizga osiladi, bo'ri bo'lib tishlaydiki, nimaga meni Qur'onimni o'qitib qo'ymagansan deydi. Endi siz Xudoga ayta olmaysiz, ey Parvardigor, men bolamga 3 marta aytdim, 4 marta aytdim, gapimga kelmadi, o'z holiga qo'yib qo'ydim. Shariatda unaqa gap yo'q. Ba'zi birlar aytadi ekanki, men 3 marta aytib qo'ydim, endi mendan soqit bo'ldi, endi aytmasam ham bo'laveradi. Yo'q. Amr ma'rufni Xudo 3 marta qilib qo'ysiz bo'ldi degan yo'q. Amr ma'rufni to o'lgunizga do farz, erkak va ayolga farz. Ilmingiz bormi, yo'qmi, bir-biringizni Alloh diniga chaqirishni Xudo buyurib qo'ygan. Bolangizga, qizingizga, xotiningizga, kerak bo'lsa o'zingizga ham tez-tez nasihat qilib turingki, qorayib ketgan qalbi ajoma shu bilan yuvilib ketsa, tozalanib qolsa. Xudoy taborak va taolo bizlarga shunaqa katta imkoniyatni berdi. Faraz qiling, bu dunyo koinotda boshqa mamlakatlarda yashayotgan insonlarni qarang. Inson ham ikkiga bo'linar ekan. Bir insonlar mu'minlar, ikkinchi insonlar kofirlar. Xudoga shukr bizlarni mu'minlar safida qildi. Boshqa mamlakatlardagi odamlar bizlardan baland binoda yashayapti, chiroyli yeyapti, yaxshi kiyinyapti, zavod fabrikasi bor, qo'lida bir qancha million pullari bor.
lekin ular qashshoq, ularning qalbida iymoni yo'q. Xudo ularga eng oddiy va eng sodda bo'lgan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasini ulug' ne'matni Xudo bermadi. Bizlar kamtarona mana qishloq qirimlarda, past uylarda zo'rg'a kun kechirayotgan bo'lsak ham, Xudo ularga bermagan ulkan bir boylikni, bebaho, tengi yo'q bir ne'matni, iymon ne'matini Xudo bizlarga berdi. Mana shu iymon ne'mati bilan qiyomatda ham bir narsa ikkiga bo'lingan, biri jannat, biri jahannam. Shu jannatga kiradigan ne'matni Xudo bizlarga berib qo'ygan. Bu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasidir. Bu kalimasini aytib qo'yishlik bilan kirdingiz emas. Endi uni amali bor. Kunda 5 vaqt namoz o'qib, Ramazon oyida ro'zador bo'lib, zakotga qodir bo'lsangiz zakotingizni to'lab, hajiz ravon salomat bo'lsangiz hajga borib kelishligingiz va shunga o'xshagan 40 ta ahkomni o'z maqomida ado etishligingiz bilan Alloh subhanahu va taolo jannatga kirgizadi. Musulmonman deb qo'yib, do'ppini qiyshaytirib kiyib olib, soqolni qo'yib olib, chiroyli bo'lib, mahallani ko'rki olib, gap-gusta aka bo'lib yurib, benamoz bo'lishingiz bilan jannatga kirmaysiz. Endi unga bir misol keltiraman. Davlatimiz tomonidan hamma oilalarga imkoni qadar 4 sotiymi, 6 sotiymi uchastka berdi. Hamma farzandi borga berdi. Farzandi borki, uchastkani opdimi, olib bog' tashlandi qilib tashab qo'ygan yo'q. Musulxona, axlatxona qilgan yo'q. Darro atroflarga qozonlarni qoqib, devorlarni urib, eplasa 2 ta uy, eplamasa bitta uy, jachrolik qilib eplasa atrofini uy qilib, molxona alohida, qo'yxona alohida, tandirxona alohida, hammom, hojatxonasi, kuxnyasi qilib, mehmonxonasi qilib, alohida qilib binolar qilib bolalarni olib chiqib qo'ydi. Dunyoda berilgan 4 sotik joy uchun butun zahmat, mehnat qilib, butun kuch-quvvatingizni sarf qilib, mol dunyoga sarf qilib bir uy qurdingizmi? Qancha o'tirasiz endi? 50 yil, 100 yilmi? Qiyomatga qancha o'tirasiz? Kirib ulgiysizmi, ulgimaysizmi, buni Xudo biladi. Dunyoda ajratilgan joyga shuncha vaqt ajratgan inson la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasini aytganingizdan keyin jannatda ham sizga Xudo bitta uchastka ajratib qo'yadi. Ustalarini tayin qilib farishtalar tayinlab qo'yadi. Endi unga xomashyo kerak, g'ish kerak, beton kerak, sement kerak, kazo kerak, uy qurgan nima kerak bo'lsa. Endi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan inson tahoratini qilib, ibodatda yurib, Xudo buyurganini qilib qaytargandan qaytar ekan, shundan yig'iladigan savobni farishtalar zumrat gavhar oltinlardan olib, o'sha sizga ajratilgan jannatdagi uchastkangiz, ya'ni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasi sharofati bilan berilgan yerga siz uchun qasr quradi farishtalar. Siz uchun joy quradi. Endi iymon keltirib qo'ygan bo'lsang, u aroqxo'r bo'lsang, nosxo'r bo'lsang, nashaxo'r bo'lsang, vinchi bo'lsang, pivchi bo'lsang, otarman bo'lsang, chupkal bo'lsang, qamarvoz bo'lsang, u uchastkang nima bo'ladi? Jannatda joy bo'lmasa nima qilasan? Hozir ham yerda olib qo'ygandan keyin qaramay qo'ying, qanaqa o't bosadi. Hamma ahlatini olib chiqib tashlaydimi? Hamma xohlagancha qo'shib oladimi? U yeringiz uchun talashasiz, obro'yingiz, mansabingiz kerak, talashasiz. Nima uchun jannatga qurilgan uyga harakat qilmaysiz? Xudo insof bersa, insofsizmisiz? Xudo xohlasa, Xudo xohlamaganda o'zi Qur'onda aytibdi. Magar inson bilan jinni yaratdim, menga ibodat qilsin deb yaratdim deb Xudo aytibdi. Agar sizni ibodat qilishlik uchun Xudo yaratdimi? Siz shunaqa ibodat qilmasligingiz, shu holatda yurishligingiz